Hadi bana kalmış. Allah Teala'nın ismi 20. Sura Bismillah. Surani suraysiz bor o'zim xalqim qilsin. 10 tan suray. Ha? 10 surani. 10 suradanmi? Ne'matulloh. Sen kim bo'lasan? Rustam, qaysi Rustam? Shohim domla nevarasi o'g'li Rustammi? Kafirni o'qib berasanmi? Bunga yo'q kafirni. Tajvid bilan shashini o'qisin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Apa yang kau rasa sini? Yang sana kan? Jitu zikir. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Jitu zikir to'g'ri bo'lsa mana. So'ramayapman. Bunga jitu san to'g'ri aytadi. Xo'p. Chanaganda. Keyin xizmat necha kundan kelasan ishga? Tara boshlangandan beri. Tara boshlangandan beri ko'ryapman lekin men buni. Orada ko'rib turibman lekin kunda esimda yo'q. Xo'p. Mashg'ulotlarga qatnashib Qaysisan cho'qtirdim. Ancha ko'rib qolyapman. Allohdan to'g'ri sifati. Amin. Paskasga olaymi? Alloh ar-Rahman. Minus. Ha, yo'q, o'sha 99 sifatga minus ekanda. Keyingisi qaysi? O'sha 5-chi o'sha. Xo'p. Doğru. Oturup kaldı hesaplayalım. Bizde depoda hangi yer yükselen? Kim oğlu, kimiz? Shunday turmaydi. Abdullah. Bo'ynim og'rib qoldi. Şunu okuyup verirsin mi ya? Kaçını okuyorsun? Sen falan okuyorsun mu? Ama sen falan soruyorsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Maşallah. Kimlerle? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la havle ve la kuvvete illa billah, veliyyül azim, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, estağfirullah. Adashib qoldi. Ukam qochib tur. Onlarla anlaşılmaz mı? Salavat. Salavat değil mi? Keyin tutmagan? Xizmatda. Xizmatda bu bola masjidga kunda kelyapti. Kunda kelyapti, kunda to'planmayapti. Shok. Kunda kelyapti, puli ustida qolib. Kelisizmi? Mashvaraga qachonsan? Ha, qachon? Allohdan to'g'ri sifatlaringiz. Allah Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Bak abi gel dedim ha abi. Nasıl bir fikir?
Nechta aytdi? Yana aytqancha. Hisoblayman. Allah Ar-Rahman Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Jabbar Al-Qahhar. To'qqizta bo'ldi. Kuchli ketyapsizlar sizlar. videochini to'syapsiz. Siz samый главный narsani to'shyapsiz. Endi yechadi, o'qib qo'ygan. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله. Yo'l kelib turadi. Yana qancha amal qoldi? 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار 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 الرزاق الفتاح العليم الحميد البصير البصير 22 ta bo'ldi. 22 ta bo'ldi. Kim qoldi? Oz yechadi-da. Ballar qaraydi. Bal. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. Siz 9 ta aytdingiz. Bu 5 ta aytdi. Bo'ldi, oxirgi kontashimi? Ha, yaxshi. 5 ta aytdi. Kim oldu? Deniz mi?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Aytiga yo'q. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على أستغفر اللهم صل على محمد سيدنا محمد Salavatda to'g'ri. Qaysi? Onu aytmay qo'yibdi. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Mutakabbir Al-Azim Al-Hamid O'nta bo'ldi aka, 10 ta bo'ldi. 9 sanadi. Xo'p. O'nta bo'ldi. Xizmat bilan masjidda Jaloliddin. Bu bola qasdlarga kelmaydi. Jaloliddin. To'g'ri aytaman. Katta lekin oqshomda ishdan kelolmayapti. Ishdan uydan. Xo'p. Hali o'tiraverdim. Bugun ham duo qilaveradi inshaalloh. Hurmatli tomoshabinlar, haligi suhbatlarga juri raislari oxirgi kelsa boshqarilgan. Maşallah. Gideni chaqiradi sizlar. Atlarlar chaqiradi. 2021-yil 13-may. Qilichka. Birinchi rejissyor do'st oldingiz. Bugun hayit bayramini bildirish uchun o'sha velosipedni velosipedni boshlig'ini konkursda qancha bola 100 salkam 90 ta bola qatnashdi, qizlar bola. Ular orasida mehmonlar ham bo'lib qoldi bu to'g'onda. Ana hozir ayollarni bir chiqardik, yosh qizlarni chiqardik. Ana keyin 5, 6, 7, 8 yoshlar guruhlarga berildi. 9, 10, 11, 12 yoshlar guruhlarga berildi. 11, ana 12, 13, 14, 15 guruhlarga berildi. Hadi qabul. Shu guruhlardan mana finalga chiqqanlardan Takuras eshitsa bizni. Ballarni yozganmiz. Birinchi baldan 5-balgacha. Birinchi bal. Musoljon o'g'li Ne'matulloh. Bismillah. Bering. Allah razı olsun. Bilirsin, bir koyalım. Tak, ikincisi. İki bal. Hamdullah oğlu İzzatullah. Izzatulloh. Izzatulloh. İzzatullah. Bismillah. Bu gelme. Kürşatke. Kürşatke. Onu, ha. Tak, olmaz. Aç xalos sana. Tak. Pasdan tepeye çıkacakken de 4 bal alıp Abdullah kim oluyordu? Mamalar. Yusufcan'da o Abdullah. Bismillah. Bakın çiletke sizge. Şu an yaptı mı?
to'rga deyapmiz a. To'g'ri. 4 plus ball bilan Qobiljon keldi. Ha. Murodjon va Qobiljon bugun mana shu nasibda kichkina narsa. Mana. Ashuna videoga oldilar, o'tirib oldilar. Alaka qana alaka bitanga. Kel bismillah. Tabriklaymiz inshaalloh. Молодец. 5 4 plus bo'ldi bu bola. 5 plus ilk musobaqamizning birinchi o'ringa kelgan sababi Salom akaning nevarasi Abdulloh. Keyin Alloh taolasi bitta jurnallar bilan bir jurnalni berdik. Abdulloh Kemalov. Молодец. Bu bola masjidga juda katta xizmat qilyapti. Mana ro'za oylarida biz soat 11larda ketib qo'yamiz, bu ish ishlatib turib, tozalab, ularni qarab qo'yib sizlarga lekin Payg'ambar alayhisalom da'vatga 10 ta odam kelgan bo'lsa, bittasi da'vat qilgan bo'lsa, 9tasi xizmat qilgan ekanmiz. Shuning xizmatni haqi juda katta bo'ladi inshaalloh. Hozirda ko'rdinglar, konferensiya surasini ayta olmadi aslida. Lekin xolis jamoatimizga katta xizmat ko'rsatib ekanligi uchun mana shu sirni beryapmiz bolasiga. Bo'ptimi? Inshaalloh. Hamma rozi bo'lsa, Xudo xolasa, inshaalloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allahumma qsina qulakana fi umurika wa ajirna min hizbi al-rahmah. Bismillah, alhamdulillah, ya muqallib al-qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma salli ala rasul qulubana ta'atik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa la hawla wa la ghina. Allahum usul o'zing nasib qilgan hayit Idul Fitr ro'zasini Ramazonni tugatib bugungi bayramga yetdik. O'zing nasib qilib mana shu ozgina bo'lsa ham arzimagan bo'lsa ham musobaqalar qilishga harakat qildik. Amin. Mana shu Muhammadiy masjidining jamoati ko'p mehnatlar qilib mana shu yerda onalarimiz, opalarimizdan xizmat qilib, duo qilib o'tirishdi. Amin. Bugun o'zimizni g'oliblarimizni hisobotga olib bir qancha odamlarimiz mana shu katta sovrinlarga ega bo'ldi. Lekin aslida mana shu masjidga kelgan, mana shu masjidga o'zlarining hissalarini qo'shgan, mana shu masjidga xizmat qilib, yuvib, tozalab, stollarda qilib bo'lsa hammamiz inshaalloh. Chunki bu islomning mehnati bo'ldi. Inshaalloh hozir biz yana harakat qilamiz. Men hozir e'lon qilaman. 31-dekabr Qur'on hayitga 2 oydan keyin shuna musobaqa qilamiz Xudo xolasa. Inshaalloh. Shunga biz endi istalgan programma beramiz. Endi bunisi seriyozli bo'ladi, Xudo xolasa. Alloh biladi, balki unda Alloh yaxshi sponsor chiqsa, balki umraga berib qo'ladimi, hojga berib qo'ladimi, Alloh biladi. Balki kompyuter berib qo'ladimi, yoki yaxshi bitta bir katta velosiped berib qo'ladimi, yo mol ot berib qolishi ham mumkin. Shuning uchun harakat qilaveradi hammamiz. Amin. Rozimizmi? Amin. Alhamdulillah. Bir-birimizning xatolarimizni o'zing kechirib, mana shu bolalarimizni kelajakda Qirg'izistonga, islom dinimizga, xalqni endi xizmatini olib, duo olib, har doim xizmatda bo'lishni o'zing nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Alhamdulillahi robbil alamin. Sovrin olgan bolalarning kurslar hammamiz bu suratga tushib boramiz inshaalloh.